Hurmatli kuzatuvchilar, bugun Meros International Hospital klinikasining eng muhim bo'limlaridan bo'lmish sterilizatsiya bo'limiga qisqacha ekskursiya uyushtiramiz. Qani ketdik. Sterilizatsiya bo'limi bu ko'zga ko'rinmas mikroorganizmlarni yo'qotishdan iborat bo'lib, bu bizga bemorlar xavfsizligini ta'minlab beradi. Bu apparatimiz instrument, ya'ni asboblarni birlamchi yuvish uchun ishlatiladigan yuvuvchi apparat hisoblanadi. Bu hozirgi kunda respublikamizda yagona hisoblanadi va Italiya davlatida ishlab chiqarilgan. Ko'rib turgan navbatdagi apparatimiz bu avtoklav, ya'ni Stelco brendiga mansub Italiyada ishlab chiqarilgan avtoklav bo'lib, buning sig'imi 200 litrga yaqin bo'lib, kun davomida 10 taga yaqin siklni amalga oshirish imkonini beradigan maxsus avtoklav. Bu avtoklav respublikamizda hozircha yagona bo'lib, bizning klinikamizda bunday avtoklavdan 2 ta o'rnatilgan. Bu apparatimiz esa bu plazma sterilizator hisoblanib, 100 litr sig'imga ega Koreya davlatida ishlab chiqarilgan low-tem kristal apparati. Bu apparat yordamida bemorlarni tekshirish uchun hamda operatsiyada ishlatiladigan eng nozik asbob uskunalar hamda optik qurilmalar maxsus plazma yordamida sterilizatsiya qilinadi. Klinikada har bir asbob, ish joyi steril bo'lgandagina u yerda bemor uchun yangi imkoniyat, sog'lik va shifo uchun yo'l ochiladi. Sizning salomatligingiz uchun to'g'ri klinika tanlashda dizayn va narxdan ko'ra sterilizatsiya darajasiga e'tibor berish muhim ahamiyatga egadir.